kimlarning o'rni bo'sh qoladi bu programma orqali? Lekin masalan Kaliforniyada restoranlarda servis juda past. Nimaga? Chunki ishchi yetishmaydi. Hech qachon idealniy bo'lmas ekanda software. Albatta. Hamma tajribani raqamlashtirsa bo'ladi. Kimlardan video message kelsa, biz qo'rqamiz, u AI generated bo'lishi mumkin. Uni nima bilan tekshiramiz? AI o'zi dunyoni simulyatsiya qila oladi-da. AGI mashinaga keladi deyish. O'zini anglash degani bu faqat odamning future'ida bor-da bu narsa. Qo'rqinchli-da. AI agentligi maqsad berasiz, o'zi maqsadga erishguncha o'zi ishlaydi. Bu narsa borib ularni qaror qabul qilishini ham egallab qo'ymaydimi? Men bu odam yaxshimi, yomonmi deb so'rasangiz, men bu narsani ayta olmayman. Mana shunaqa papalan boshlaganlarni katta risklarga kirganini ko'rdim-da. O'zingiz qo'l qo'yib, ruxsat bergansiz. Masalan, Apple telefonni ishlatmaydi. Traditional biznesda nima maslahat berasiz? Bu narsani hammasini AI qila oladi. Bitta sodda retsept yo'q deb o'tdi. Telefonimdagi ma'lumotim meni shaxsiy ma'lumotim bo'lmas ekanmi? Misolga. Menimcha hozir ham yo'q. Eng asosiy farqi nimada bilasizmi? Texnologik startaplarni. Bozorda ushlab qoldik. Naborot biz o'sha bozorda o'sdik. Bunaqa juda katta milliard dollarlik kompaniyalar ko'p. Assalomu alaykum, bizning YouTube kanalimizning obunachilari. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Akmal aka Fayziyev. Akmal akam bilan bugun ko'rsatuvni Kaliforniyada, Silicon Valleyda, Stanford universitetida olamiz. Juda ham qiziq suhbat bo'ladi. Siz bugungi ko'rib turgan YouTube platformasi ham dasturlash orqali shunaqa mukammal darajadagi bizneslarga erishgan, biznes qatorlariga qo'shilgan, shu jumladan dasturlash bo'yicha juda ham katta yutuqlarga erishgan bugungi mehmonimiz Akmal aka Fayziyev. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sizni Kaliforniyada, Amerikada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Bugungi mavzularimiz juda ham qiziq bo'ladi, dolzarb mavzular. Ya'ni bilasiz, tashqaridan ko'p eshitganmiz. Juda ham ko'p o'zbeklar 3 ta biznes turida asosan operatsiyonga qilishadi Amerikaga kelib, ya'ni Track, Uber, hamma tengli shu sohalarida va bu sohaga tashqaridan turib xizmat ko'rsatayotgan, ya'ni O'zbekistondan turib dispetcherlar, call centerlarni kelajagi haqida, ya'ni AI qanchalik bularni alishtira oladi va ularni kelajakda nimalar kutayotganligi to'g'risida gaplashamiz. Siz bir qancha startaplarni muvaffaqiyatli boshlagansiz va ularni katta darajalarga olib chiqqansiz. Misol uchun O'zbekistonda MyTaxi hamma biladi, Express 24. Shu startaplar Numeo startap haqida aytib bersangiz va bu startap Track sohasini qaysi bo'limini avtomatizatsiya qiladi? Numero degani o'zi nima, qaysi so'zdan olib chiqqan? Men research qildim ozgina. Number degan italyanskiy so'z ekan, raqam deganini bildirar ekan. Biza sal tarixini aytib bersam, Numero kelishdan oldin, demak, 2000 o'tgan yili 24-yili iyunida Stanfordda Executive Program degan dasturi bor, biznes maktabini. Shu yerda o'qishga keldimda, shu vaqtda bundan endi kelishdan oldin bizda endi 1 yil oldin boshlangan edi, katta korporatsiya bilan proyektimizni, loyihamizni sotish bo'yicha o'sha переговорlar ketyotdi. Keyin nima qilaman? Qiziq edi. Men kattaroq bir loyiha qilish niyat bor edi va kattaroq loyiha qilmoqchi bo'lsangiz, texnologiya sohasida bu Amerika eng katta bozor, dunyoda eng katta bozor. Shuning uchun shu Amerikada qilish bir anaqasi bor edi, xohishi bor edi. Shuning uchun shu Stanford kelganimda bitta u ham nima edi? Случайно, ya'ni Walgreens degan bu yerda aptekalar bor, bilsangiz, katta sech. Shu aptekalar tarmog'i, bu yerda aptekalarni O'zbekistondagi aptekalardan farqi, ikkita nisbatan katta operator bor, ya'ni bir qancha operatorlar bor, ular kichkina, Walgreens bilan CVS va ularning hajmi, masalan, bular hamma shtatda bor. Undan tashqari bular bizning supermarketda, bizning supermarketlardan ham bizning korzinkani razmeri deymiz anaqada, bularda ko'p narsa sotiladi. Shu Walgreensga borganimda, men keldim bu yoqqa, men Toshkentda trenerim bilan trenirovka qilardimda, endi bu yoqqa keldim, rejim o'zgargan. O'qish ertalab soat 8 dan kechqurun 11:30 gacha. Keyin trenirovka
davom ettirishim kerak. Ertalab hamma yuguradi. 6da men ham chiqib yugurgim kelyapti. 2 kun yugurdim. Qarasam, o'sha 3-kunni turgim kelmayapti. Keyin aytdiki, qaradida kreatin ichgan dedi, anaqa qiladi, boost qiladi enerjini dedi. Okey dedim, Walgreensga bordim. Walgreensga bordimda protein oldim, kreatin oldim. Chiqib kelsam, kassir aytibdi menga. Aytibdi, "Men kreatin senga yaxshi emas", dedi, zarar deyapti-da. Keyin hop dedimda, olib qo'yib qo'ydim. Keyin aytdim, g'alati deyapman, kassir menga advice qildi. Advice qilyapti. Men misol uchun men olib ketyapman, kassir ishi masalan menga sotishda endi. Sotishgani yaxshiroq o'zi aslida. Men endi bu menga bunaqangi olish, olmaslik bo'yicha advice qilish to'g'ri emas. Men odam sifatida mayli yaxshidir u deyapman, lekin masalan balki menga kerakdir bu narsa. Balki menga aytaylik endi misol uchunda men Walgreensdan olib ketyapman-da, dori olib ketayotganimda unaqa advice qilsa-chi masalan senga yaxshi emas desa-da, men olib borib qo'yib qo'ysam, dorini ichmasam masalan-da. Kassir bu anaqasi emas-da. Men endi biznes tomondan o'yladim-da. Masalan, men biznes owner bo'lganimda hozir bitta sotuvni yo'qotdim dedim-da masalan. Keyin o'yladim, nimaga dedim, mashitda dedim, mana hozir Zoom calllarda o'tiramiz, biz Zoomlardan aloqa qilamiz yoki bo'lmasam Google Meetlarda o'tirsak, ko'p texnologiyalar bor, kirib hamma gaplashayotganimizni yozib oladi-da, bizga отчетlar beradi. Tekst qilib, masalan, transkript summary'lar beradi. Masalan, Otra.ai, Read.ai, yana bir qancha kompaniyalar. Va nimaga bu yerda masalan hozir shu texnologiya bor, ya'ni speech to text, ya'ni ovozni tekstga o'tkazib analiz qilsa bo'ladi. Nimaga shu yerda shu narsa yo'q ekan dedim-da. Masalan, qo'yib qo'ysak, bitta mikrofon masalan boshlig'i eshitsa dedim. Keyin o'yladim, ketdim-da, kun bo'yi miyamda holatini avtomatizatsiya qilmoqchi bo'ldingiz-da. Uni holatini avtomatizatsiya qilmoqchi bo'ldingiz. Mana bu narsa masalan birinchi mana deganim, men miyamda ishlashni boshladi shu narsa. Endi bu yoqqa kelganimizda o'sha o'qiyotganimiz Stanfordda bir birinchi haftasimida shunaqa edi-da. Men bu yerda gruppadiylar bilan bir qancha odamlar yig'ilib, ya'ni bir 8 ta kursdosh yig'ilib, qiziq AI ideyalarni discuss qilyotdik. Anaqasi bor, menda rasmi bor, doskada yozib, hammamiz har xil mana AI bu yerda ishlatsa bo'ladi, chunki AI hozir nima edi, revolyutsiya qilyapti. Har bir sohada sohani juda tubdan o'zgartiradi. Shuni ham aytib keting, Akmal aka, evolyutsiya bilan revolyutsiyaning farqini ko'pincha odamlar qiynalishadi farqiga borishga. Bu revolyutsiya degani tubdan risk. Da, masalan, mana hamma har xil qaraydi. Buni bir o'zi evolyutsiya. Biz hozir AI bo'layotgan narsa bizani rivojlantiryapti. Evolyutsiya bu rivojlanishda. То есть bu rivojlanishning bir qismi. Lekin shunaqangi kuchli o'zgartiryaptiki, hozir sohani masalan meni ko'rishimda, men nazarimda bu revolyutsiya, bu evolyutsiya emas. То есть bu evolyutsiya, but revolyutsiya ham evolyutsiyaning qismi bo'lishi mumkin-da, tushunyapsizmi? То есть shunaqangi anaqaki tubdan o'zgartiryapti. Masalan, bir qancha sohalarda qanaqadir juda asosiy bir faktor omil bo'lgan odam faktorini olib tashlayapti. Mana anaqalarda ko'rgan bo'lsangiz, shu YouTube'da ham chiqyapti, boshqa joyda ham chiqyapti. Mana yangi qurilayotgan hozir tam Tesla'ning zavodini olasizmi, Xiaomi'ni zavodlarini, avtomobil chiqarayotgan zavodlarni qarasangiz, dark factories deydi. Ya'ni ularga yoruv kerak emas. Chunki odamlarga yoruv kerak edi. Ular qorong'ida ham robotga farqi yo'q. Masalan, qorong'ida ham ishlay oladi. Ya'ni dark factories. Chunki dark kitchen degan narsa bor. Biz ovqat dastavkasida bo'lganimizda dark kitchen bu o'sha orqada backendda ishlaydigan anaqa kuxnyalar edi. Ya'ni shu narsa dark factories degan narsa kelib chiqyapti. Masalanda aytmoqchimanki, rostdan revolyutsiya bo'lyapti. San Fransiskoga borsangiz, Waymo'ni taksilarini ko'rasiz. Va bu yerda bunaqa self driving bir qancha kompaniyalar bor. Menimcha 10 dan oshiq kompaniya bor. Toyota'ning kompaniyalari bor, keyin Zux bor, yana boshqa har xil kompaniyalar bor. Va haydovchi, ya'ni taksidan haydovchini olib tashlashyapti-da. Shuning uchun bu men nazarimda bu revolyutsiya. Har xil industriyada, bir xil sohalarda juda katta o'zgartirmayapti hali, lekin ko'p sohalarni juda o'zgartiryapti. Deyarli ishchi unemployment rate da ushlab turadigan sohalarni egallayapti-da. Ya'ni o'shanda keyin shu fikr bo'lishni boshladi. Dedim, nimaga mana shu biznesda men bu Otra.ai yo Read.ai qo'ysa bo'lmaydi dedim-da. Endi meni bundoq keyin o'ylab qarasam, keyin bu sohadan pivot qildim, ya'ni o'zgartirdim yo'nalishni. Lekin bundoq o'ylab qarasam, bir 20 yil, misol uchun biz endi O'zbekistonda har xil bizneslar, kompaniyalar qurgan bo'lsak, tadbirkorlik qilgan bo'lsak, birinchi kompaniyamiz Maxtrack bo'lgan, bu avtomobillarning nazorat tizimlari bo'lgan, GPS platforma qurganmiz.
keyin workly bo'lgan, bu xodimlarni nazorati bo'lganda. Ya'ni biz nazoratda anaqa ishlaganimizcha, bu yerda ham nazorat tooli sales qo'yib yuboryapti, tayyor sales. Nazorat tooli miyaga kelganda, ya'ni organik shu anaqada tajriba ko'p bo'lgani uchun shu narsani o'ylaganman. Keyin o'yladim, keyin bu yerda o'sha o'rtoqlarim bilan discuss qildim. Ya'ni maslahatlashsam, aytsam, zo'r qiziq narsa deyishyapti, rostdan ham masalan. Keyin boshqa segment, masalan, endi biz restoranlar bilan ko'p ishlaganimiz uchun o'sha vaqtda o'zida men bir qancha biz bilan partnyor ishlaydigan restoranlarni egalariga qo'ng'iroq qildim. Masalan, KFC bilan ishlardi, yana boshqa brendlar bilan ishlardi O'zbekistonda. Mana shunaqa narsa qilmoqchimiz, nima deb o'ylaysizlar desam, va juda zo'r, qani bering deyishdi. Masalan, KFC bering deyishdi. Yana Costa Coffee bilan gaplashdik. Ya'ni BNB o'zimizning o'rtog'imiz. Hamma Akmal aka, bu birinchi qilmoqchi bo'lgan proyektinglar, to есть qildinglar ham buni, bizda ham test qilib ko'rdinglar, Yellow kompaniyamizda. Tomoshabinlarga more clear bo'lsin. Bu narsa call recordingni eshitib, o'tdagi upuskach qilayotgan shanslarni ownerga, xo'jayinga ko'rsatib beradi, ya'ni hire departmentga, uni analitika qilib beradi. Ya'ni siz 100 ta call centeringizda odam bo'lsa, har bittasini rekordingini bittalab eshitib o'tirishga fiziki vaqti bo'lmaydi menejerda ham. AI siz qilayotgan speech software ham aytaylik, mana shu rekordinglarni analiz qilib turib, bizga summary beradi, decision qilishga, to'g'rimi? Shunaqa. Biz faqat qo'ng'iroqlarni emas, biz device ham qo'yayotgandik. Masalan, restoran bizneslarga, ko'proq franshizli bizneslarga qiziqyotgandik. Uzr gapingiz bo'ldi. Misol uchun aytaylik, Amerikada har bitta narsani recording qilishga permission olishimiz kerak. Ya'ni ruxsatnomada har bitta kelgan klientga u kichkina device sani yozib olma ovozingni, sani yozib olma ovozingni deb turadimi unda? Realizatsiya qilganda. Endi Amerikada qanaqa ishlash to'g'risida aytsam, 37 ta shtatda one consent law, ya'ni bir tomon ruxsat bersa bo'ldi. Bu ya'ni ikki tomon ruxsat bersa bo'ldi. 13 ta shtatda two consent law, ikkita tomon ruxsat berish kerak. Allow qilish kerak. Va buni narsani men nimaga keyin pivot qildim, o'zgartirdim. Bir qancha выставкаларga bordim, industriyada, ya'ni franshizli выставкаларga bordim. Ko'p katta kompaniyalar bilan ham gaplashdim, ya'ni setchilar bilan franshizli. Ularni muammosi o'zi Amerikada mana shu restoran biznes, servis biznesda ishchi yetishmaydi. Katta problem. Даже Amerikada. Amerikada. Shuncha nelegalniy odamlar Meksikadan kirsa ham. Yo'q, misol uchun ko'pchilikda bu ishchi muammo, chunki mana bu kafe, restoran bizneslari anaqa past oylik to'lanuvchi ish hisoblanadi. Qaysidir kambag'alroq shtatlarda bu yaxshi ish hisoblanishi mumkin. Lekin masalan Kaliforniyada restoranlarda servis juda past. Nimaga? Chunki ishchi yetishmaydi. Bu yerda bu to'lanayotgan pulga qiyin yashashda nisbatan. Shuning uchun eng qimmat shtatlardan biri hisoblanadi o'zi Kaliforniya, living cost bo'yicha. Kecha mana dizelni solishtirdim akalarga. Biz endi trak sohasida bo'lganimizga $5.60 gaz, ya'ni benzin, Arizonada 3.60, $2 raznica beryapti-da. Bizning mahallamizda Shell zapravkasi bor. Menimcha $6.25 benzin. That's crazy. Вообще. Biz benzin olmaymiz shunga anaqa. Siz Tesla'da yurasiz, to'g'ri. O'zbekistonda ham menimcha elektrokarda yurasiz. Elektrokar qulay. Endi keyin birinchi o'sha ideya speech sense bo'lgan, lekin ko'rsa, что katta muammo bu mijozlarni, shu bizneslarni klientlar nima deb o'ylaydi? Ya'ni aytishgani wiretapping qilyapsanmi, ya'ni proslушка qilyapsanmi degan narsa bo'ldi. Ya'ni faqat servisni o'stirish emas, misol uchun ishchilari bizani proslушка qilyapti deb misol uchun ketib qolishi mumkin. Bu risk ular uchun yoki mijozlar ketib qolishi mumkin ertaga. Kimdir masalan qaysidir katta tarmoq olsa, pressada yozishi mumkin. Masalan Starbucks sizlarni eshitib o'tiribdi desa, bu ular uchun juda katta riskda. Xuddi shunaqa narsa kecha mana New Yorkdan keldi Akmal aka. Starbucksda kirdim, kofe olma. Bittasi remont qilayotgan ekan ichkarida, shlankasini tortib chiqayotganda, mana stoykasi yiqilib ketdi-da, 3-4 ta stoyka tirs qilib. Men sразу kameraga qaradim. Kimnidir ustiga tushsa, kamera rekord qilyaptimi debdi. Kamera faqat kassada turibdi даже Starbucksda faqat kassani o'zini kontrol qilyapti-da. Boshqa yoqqa bilmadim. Most privacy berganmi customer? Privacy menimcha. Odamlar mana misol uchun mana endi Stanfordda qiziq bo'lgan, Stanfordda yashaganmiz, Stanford qancha
300 metrda ana o'sha bizning yashagan joyimizda bo'lgan shu dorm deydi, ya'ni yashagan yotoqxonamizda hech qayerda kamera yo'qda. Student Hech qayerda, faqat ko'chada bor. Ko'chada mana eshik kirayotganingizda bor, ichkarida hech qayerda yo'q. Qancha odam bor? Yomonmi privacyga? Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Chunki odamlar nima edi, o'zini qanaqadir bir erkin his qiladi-da. Ana kamerada kimdir yozib o'tiribdi, kim ko'ryapti ularni. O'shanda SpeechSense boshlagan edik. Birinchi software. Keyin SpeechSense ham yana pivot qildik bitta biz 7-Eleven tarmoqlari bilan gaplashdik-da endi. Mana bu kattaroq market bilan. Kattaroq. Keyin bu bo'layotgan gap sentyabrda, chunki men kelganimdan keyin 2 oy aktivni выставкаларga yurdim. Выставкалар eng zo'r yaxshi narsasi, masalan, telefon ham qildim aktiv. Telefonda qiyinda gaplashish bizneslar bilan. Выставкаga borsangiz 40 ta 50 ta masalan kompaniya bitta joyda yig'ilgan yoki 100 ta kompaniya yig'ilgan, bemalol gaplashasiz. Tushundim, bu narsada hali mijozlar tayyor emas bunaqangi kontrol instrumentlariga. Keyin shift o'zgartirgan narsamiz bu hozir saytimizda ham turibdi. O'sha saytni o'chirib tashlayman, turibdi. Mana 1-2 yildan keyin o'chib ketsa kerak. SpeechSense AI da turibdi. U ikkinchisi brand awareness at point of sale qildi. Bu nimadan qildik? Men bilan birga o'qigan yaponiyalik Kumiko degan kursdoshim 7-Eleven'da o'sha top menejmenti bilan Kumiko deysizmi? Yaponiyalik. Boshda yashaydi, Google'da ishlagan. U 7-Eleven bilan 7-Eleven Yaponiya kompaniyasi bilsanglar, asosiy. U fransiza bo'lgan Yaponiyada, keyin u Amerikani o'zining bosh kompaniyasini sotib olgan fransiza. Shunaqa bo'lgan. O'sha yerda top menejmenti bilan o'rtoq edi-da, ular tanishtirgan, keyin 7-Eleven aytdi, bizga dedi, shu kassalarimizda upsell qilish, boshqa narsa qiziq, shuni qilib bersanglar zo'r bo'lardi. Okey dedi, keyin shu tema qiziq ekan dedi, uni o'rganishni boshladik, ular bilan ishlashni endi boshlayotgandik. 7-Eleven Amerikada 300 ta do'konni yopishni e'lon qildi. Wow. Keyin Akmal dedi, biz mana shu bilan bizimiz dedi hozir. Keyin boshqa klientlar qidirishni boshladik shu narsada dedi. Ya'ni ideya shunaqa ediki, kassada masalan keldingiz, siz narsa olyapsiz, sizga kassier mana bu Coca-Cola diet yoki bo'lmasa men energy drinkni ichib ko'ring, zo'r mazasi desa, shu degan gapiga pul oladi. Wow. Chunki 10 marta taklif, sotmasa ham. Zo'r. Chunki 10 marta sotsa, shundoq ham biladi kompaniya, kassa va apparatda. Lekin sotish uchun u 10 marta taklif qilish kerak masalanda. 10 marta konversiyasi bor masalan, 7 marta taklif qilish kerak. Keyin kompaniyalar, marketing kompaniyalar qanaqa verbal marketing ana kommunikatsiya qilishni bilmaydi. Buni ham eksperiment qilsa bo'lardi. Ya'ni A/B testing. Bu xuddi Google Ads, ya'ni Google reklama platformasi, faqat ovozda anaqa point of sale'da. Shunaqa edi. Keyin undan keyin oktyabrda hozirgi Numeo anaqaga pivot qildik, o'zgartirdik. Hozirgi endi aktivni ishlayotganinglar software dasturlash bo'yicha shu Numeo. Bu track yana siz ham mana ko'p tashqaridan eshitilgan gaplar mana shunchasidan aylanib kelib softwarelardan baribir logistika sohasiga software qilishga qaror qildingiz va bu narsa qolgan proyektlaringizdan tezroq ketyapti va уже potensialni sizda adashmasam 30 tacha klient bor. Shu qaysi logistikani aytaylik bo'limini avtomatizatsiya qilyapsiz hozir? Imенно nimasiga yordam berasiz logistiklarni? Kimlarning o'rni bo'sh qoladi bu programma orqali? Biza Numeo o'zi o'sha raqamli ishchilar berish anaqasi kompaniyasi. Shuning uchun raqam so'zini olganmiz, o'sha ma'nosi ham anaqasi. Biza digital workforce deydi, ya'ni hozir shunaqa tendensiya ketyapti. AI agentlar degan termin ishlatishadi, ya'ni sun'iy intellekt agentlari. Bular dasturiy ta'minotdan farqi, dasturiy ta'minotda odam biror bir ishni qilish uchun maqsad bilan ishlatsa, AI agentlarga maqsad berasiz, o'zi maqsadga erishguncha o'zi ishlaydi. Farqi shunda. Ya'ni meni tushunishim bo'yicha bitta maqsad berasiz, u qolgan protsessini o'zi qiladi ichkarisida. O'zi qiladi. Steplarni aytishingiz shart emas. Ha. Masalan, sizga misol beraman. Mana hozir biz Numeo fokusi hozir dispatching, ya'ni o'sha tracking biznesda dispetcherlarning ishini
osonlashtirish. Ya'ni dispetcher hozirgi qilayotgan ishimiz Copilot. Copilot degan yordamchi ularga. Nima qilyapti? Mana dispetcherlarning bir qancha ishi bor. Dispetcherlar bular trakka yuk oladi, yuk olgandan keyin uni boshqaradi, uni yo'naltiradi. Shu ishlarni shug'ullanadigan odam. Biza hozir bir qancha qarashadigan kichik agentlar yaratyapmiz. Kichik agentlar degani kichik bir ishchilar. Birinchi qilayotgan produktimiz bu Spot Finder. Ya'ni shu traklar bor kompaniyalar, ularni carrier deb nomlashadi. Endi mana shu biznesda ular doim yuk olish kerak. Yuk olsa, bularning biznesi bo'lyapti. Yuk olsa, pul kelyapti. Demak, yukka ikki xili bor. Bittasi uzoq muddatli shartnomalar. Bularni dedicated lane deydi yoki line deymiz. Ikkinchisi qisqa muddatli bir martalik shartnomalar. Ya'ni bitta yuk chiqdi, masalan, Los-Anjelesdan oldi, Chikagoga olib bordi, tashadi. Bu bir martalik yuklarni spot marketdan, ya'ni shu bir martalik yuk oladigan bozorlardan olishadi. Ya'ni buni birjalari bor, o'zini o'sha load board deyishadi terminologiyada. Load boardlarga borib olishadi. Endi biza hozir qilayotgan narsa shu spot marketda demak dispetcherlar nima qiladi? Dispetcherlar keladi, demak har xil load boardlarda har xil buyurtmalar bor, zakazlar bor. Demak bir qancha katta, mana o'zi internetga kirsangiz minglab brokerlar bor. O'zi 10 minglab brokerlar bor. Ulardan katta anaqalarning o'zi bir 100 tacha katta broker bor. Katta 100 ta katta brokerlar o'zining load boardlari bor. Endi 100 ta load boardga 100 ta har xil interfeysga, sistemaga kirish buni vaqti ham yo'q, bunga sabri ham yo'q, bu qiyin ish. Nima qilishadi? Bu bitta yig'ilgan, misol uchun eng katta load boardga kirishadi, masalan, DTga kirishadi, Trackstopga kirishadi, yo bir qancha boshqa load boardga kirishadi. Bu biri. Ikkinchisi, u kirganda, load board kirganda, masalan, buyurtma olmoqchi bo'lganda bir qancha faktorlarni analiz qilish kerak. Ya'ni u faktorlar nima? Masalan, yukka og'irligi qanaqa? Og'ir yuk bo'lsa, trakka masalan, o'sha yuk mashinasini nima edi, yedirilishi, yemirilishi tezroq bo'ladi, depreciation. Mana shu ingliz tilida so'zdan ishlatmaslikka harakat qilyapman-da, shu tushunarli bo'lsin. Qiynalyapti, ishlab keyin ikkinchisi, masalan, yuk olayotganda, mana shu endi anaqa birjalarga kirsangiz, bir 15% ni narxi bo'ladi-da, 85% narxi yo'q. Va to'liq ma'lumoti ham yo'q. Nimaga bunaqa qilishadi? Menga chiqsa deydi broker, men u bilan gaplashaman-da, keyin savdolashaman deydi. Lekin sizda narxi bo'lmasa, siz o'tda qaror qabul qilishingiz ham qiyin. Bu ikkinchi faktor. Uchinchi faktor, yukka nimaligini bilmaysiz. Masalan, u aytaylik kimdir, masalan, makulatura tashiydi. Makulatura tashiydi. O'zbeklarning orasida ko'pincha alkogol olmaydi. Alkogol tashiydi yoki bo'lmasam qaysidir go'sht turlarini tashishmaydi, masalan. Shu narsalarni analiz qilish kerak. Undan tashqari, mana tasavvur qiling, 100 ta zakaz chiqdi, bitta anaqa, yana boshqa sistemada 30 ta, bu yerda 20 ta. Buni odam analiz qilishi bu juda qiyin narsa. Miya portlab ketadi. Ham har bitta mashina uchun necha marta analiz qilib chiqishingiz kerak-da va ko'p vaqt oladi. Ularga xat yoz, telefon qil, gaplash, liniyada kut. Bu narsani hammasini AI qila oladi. AI sekundda, mana 1 sekundda hamma o'sha 1000 ta, masalan 20 ta load boarddan 1000 ta zakazni olib, eng yaxshilari qaysi hammasini aniqlab, ularga xat yozib, javob olib, javobni analiz qilib, sizga mana shu loadlar sekundlarda bo'layotgan. Sekundlarda bo'layotgan narsa. Shu narsani qila oladi va shuni ustida ishlayapmiz hozir. Ya'ni biza qilayotgan produkt bizani mijozlarga bozorda effektiv, ya'ni samaradorlar bo'lishga yordam berish kerak. Eng asosiy maqsadimiz. Ya'ni ular yaxshiroq yuklarni olish kerak, ular ko'proq pul ishlash kerak, dispetcher kamroq asabini buzish kerak va tezroq o'sha yaxshi berish kerak va eng asosiysi kompaniya ko'proq pul olib kelish kerak. Mana yana katta anaqalardan biri, muammolardan biri, masalan, shu bozordasiz. Dispetcheri, masalan, men yaxshi dispetcher, men bu uncha yaxshi emas, buni anaqasi tajribasi kattaroq deyishadi. Hamma tajribani raqamlashtirsa bo'ladi. To'g'ri. Hamma tajribani, masalan uchun biza mana men o'zim bir 40 ga yaqin kompaniya bilan, dispetcherlari bilan intervyu qildim-da. Men gaplashayotganimda, masalan, qizuv kompaniyani egalari, lekin alohida qizuv dispetcherlar o'zi bilan gaplashish. Chunki dunyoqarashi sal boshqacharoq. Menga dispetcherlar ko'proq ma'lumot beradi. Kompaniyani egalari masalan ko'p narsani bilmaydi. Menga o'xshab kecha siz bilmas ekansiz.
shu kompaniya egalari ko'p kirmaydi ichkariga chuqur. Shuning uchun men nima produkt yaratayotgan odam sifatida dispetcher eng oxirgi qo'l nima qaror qabul qilyapti, nega shu qaror qabul qilyapti, shu narsalarni tek-tekdan bilish qiziq. Shunda u programmani endi asosiy vazifasi dispetchga assistent bo'lish qo'shimcha. Qaror qabul qilishiga yordam berish, lekin bu narsa borib ularni qaror qabul qilishini ham egallab qo'ymaydimi? Endi kelajak nima bo'lishini men bilmayman. Lekin AI shunaqa tez rivojlanyaptiki, hozir bu qaror qabul qilish ham qiyin narsa emas ekan. Misol uchun, chunki mana biz bu narsalarni qilganmiz. Bu narsalarni mana MyTaxi qilayotganimizda yoki ovqat dostavka qilayotganimizda xuddi shu narsalarni qilganmiz. Ya'ni o'tda ham dispetcherlar bo'lgan taksida, ular buyurtmalarni kimlargadir tashagan. Masalan, taksiga kirayotganimizda ham hozir aytyapsiz, trackingga kiryapsiz deyapsiz, tracking nimasi qiziq deyapsiz. Taksiga kirganimizda ham xuddi shu narsani gapirishganda, nimasi qiziq deyishgan. Juda qiziq, ixtiyoriy soha. Agar ichiga kirsangiz va o'tda siz juda ko'p unga qiymat olib kela olsangiz, ya'ni effektivность olib kela olsangiz, ixtiyoriy soha qiziq. Men nimaga qiziqmi degan savol bermadim, anaqa aytmoqchimanki, bu rinokda juda ham katta kompaniyalar bor. Misol uchun 10 mingtalik trak kompaniyalar bor. Aytaylik, oboroti bir bilmayman, juda ham serozniy kompaniyalar borda. GB Hunt misol uchun Amazonning o'zi harakat qilyapti trak kompaniya qilishga, boshqa kompaniyalar. Aytmoqchimanki, bu kompaniyalarning ichida sizni startapingiz ular tikayotgan investitsiyasi, ular olib kelayotgan programmistlari, ular qilayotgan future plannerlarini oldida bu sohaga kirish gigantlarning oldiga qo'rqinchli emasmi? Umuman qo'rqinchli emas. Men o'ylayman, katta kompaniyalarning katta muammosi ham juda ular sekin, innovatsiyani juda sekin qo'llaydi va yangi paydo bo'layotgan kompaniyalar shu katta kompaniyalarni biza oladi bemalol. Bemalol emas, qiyin, no aytmoqchimanki, biz anaqasi yangi kompaniyalar bizadi-da, disruption deydi, ya'ni test qilib ko'rishi tezroq bo'ladi. Kichkina kompaniyalar decision qilishi. Shuning uchun JB Hunt bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, men o'ylayman, u kompaniyalar biz misol uchun shu industriyani liderlari bilan qisqa muddatda nima edi, partnyorство qildik va birga gaplashyapmiz va ularga biz maslahatlar beryapmiz. Texnologiyasini qanaqa yaxshilash mumkin. Masalan, biz DAT bilan qildik, mana shu sohadagilar ko'pchilik biladi. DAT bilan qildik. Trackstop bilan partnyorство qildik, masalan. Trackstopga ham masalan partnyori bo'lish uchun qancha bir call, qancha intervyular qildik masalan. DAT bilan ancha gaplashdik. Mana 2 oycha gaplashdik, o'sha anaqa qildik, kelishdik. Undan tashqari, keyin DAT bilan hozir yangi model ham qilyapmiz. Biz case study qilib hali ularda ham qilmoqchimiz. Ularni ham o'sha konferensiyalarda gapirmoqchimiz. Keyin Freightaways bilan qildik. Katta kompaniya Sonar degan produkti bor. Market intelligence beradi. Bizani mana dispetcherlar ishlatayotganda bozor anaqa market intelligence ishlatmaydi. Bozor nima bo'layotganini analitikasini ko'rmaydi. Biz xuddi mana bu stock marketni ko'rasiz, narxlar qanaqa o'zgarayotgani. Xuddi shunaqa intelligence o'sha ularni load boardga olib bermoqchimiz. Gaplashayotganda, masalan, savdolashayotganda qaysi faktorlarga qarab savdolash kerak, qaysi argumentlarni ishlatish kerak. Bitta biz alohida intervyudan oldin gaplashganimizda ham birinchi shu programma bo'yicha chiqqaningizda menga yoquvdi. Ya'ni dispetcherlarga istoriya bo'yicha aytib beradi. Bu yukni sen hayotda $1100 qimmatga ola olmaysan bu roadda. Misol uchun aytaylik, New Yorkdan Chicagoga ketayotgan bo'lsa, 10 mingta yuk sotilgan bo'lsa, 10 yil ichida shu roadda $1100 qimmatga sotilmagan. Sen 1200 qo'yib qo'ysang, bu Amerika ochib senga $1200 ma'da bermaydi u yukka degan analitikalar beradi deyapsizda. Bu juda ham yaxshi-da, chunki bizani ko'p mana dispetcherlar bilan gaplashamiz, o'zidan o'zi xohlagan narxini yozaverishadi. Nima deydi? Guess qiladi, oldin mashitdan mana bunaqa roadda yurgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, 1 mayliga 2.20 centdan to'g'ri kelsa, okey deb yurg'izishga harakat qilishadi, lekin uni istoriyasini bilmaydi u. Bilgani shu experience 3 yil. Qaysidir kompaniyada ishlab kelgan, o'sha yerdan yuk olgan bo'lsa, taxminan mana shunaqa narxda chiqadi deb o'ylaydi. Lekin siz berayotgan analitika u tvrdo aytadi, bu narxga sen ola olmaysan degan narsada. U reytni kutib, vaqtini upuskach qilib bu yukka o'tkazib yuborganiga nima deydi? Bu trak misol uchun
bir kunda bitta yuk olmasa trakka bir kunlik grossi $1000 desa $1000 yo'qotdi kompaniyada. Agar 50 ta trakka shunaqa dispetcher upuskach qilsa $50,000 bir kunda gross uxladi degani. Bu programmalar juda ham yaxshi yordam beradi. No, O'zbekistonda hozir misol uchun minglab odamlar dispetcherlik qilyapti, call centerlarda, mana ELD providerlarga aniq qilishyapti, support qilishyapti. Bularni 100% zaminить qiladi AI. To'g'rimi? Nima bo'ladi ularning kelajagi Akmal aka? Men Qora o'ylayman, ko'zlar. men o'ylayman hali beri tez anaqa zamin o'rniga kelmaydi. Bularga yaxshigina copilot bo'ladi, yordamchi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki dispetcherlarni qilayotgan ishi faqat yuk topishdan iborat emas. Ular muammoli ko'p holatlarni hal qilishdan ham iborat. Hali bunaqangi muammoli, keyin juda bizani misol uchun cultural aspect deydi, shunaqalarni tushungan holatda gaplashishga hali tayyor emas. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, bu agar masalan aytaylik ko'p O'zbekiston kompaniyalari bizning texnologiyani ishlatsa deb o'ylayman, ular ancha kuchli bo'ladi boshqa kompyuter, ya'ni boshqa davlatdan boshqarayotgan kompaniyalarga nisbatan. Hatto Amerikan kompaniyalariga nisbatan ancha produktivnosti oshadi. Tasavvur qiling, masalan, dehqonlar bor-da, dalada, hamma ketmon bilan sug'orib yuribdi-da. Keyin biz traktor qo'yamiz-da. Traktor aytamiz-da, traktor davomida masalan san 100 ta odaming bir kunda qiladigan ishni traktor 1 soatda qilib qo'yadi, bitta traktor bilan, bitta odamning davomida. Fermer, traktor olgan fermer yutadimi yoki ani 100 ta odam bilan qilib yuravergan odam yutadimi masalanda? Xuddi shunaqa savolda. Shuning uchun bu texnologiyalarni ishlatish har bitta dispetcherni kuchliroq qiladi. U endi misol uchun 5-6 ta yo 10 ta trakka emas, 20 ta 30 ta trakka boshqara oladi. Bu bir. Ikkinchidan, ularni kompaniyalar kostini tushiradimi? Aniq себестоимость cost effective bo'ladimi? Ular bankrot bo'lmaydi tez. Ular o'sha ekonom qilgan puliga yangi mashina ola oladi. Yangi boshqa texnologiyalarga investitsiya qila oladi. Ya'ni texnologiyalar ularni ishlashini osonlashtiradi. Bozorda, baribir bu bozorda ham competition bor, ya'ni konkurensiya bor. Kim texnologiyasi kuchli bo'lsa, kim ishlatayotgan instrumentlar yaxshi bo'lsa, survive qilish shansi ko'proq bo'ladi. Albatta. Endi mana shu narsaga ko'p aniq qolman. Men o'zi buxgalterman, Akmal aka. Ko'p odamlar eshikni taqillatib kelishadi. Misol uchun hozir fakt aytdingiz, intervyudan oldin 85% trak industriyadagi odamlar, owner operatorlar yoki 10 tagacha bo'lgan trak kompaniyalar dedingiz. Biz aytdim 90% gacha, 10 tagacha bo'lgan 10 ta trakkacha bo'lgan kompaniyalar, kichkina kompaniyalar. Ya'ni kichkina kompaniyalar, 10 ta bu degani bunaqa programmalar aniq yashaydi deganida. Chunki katta gigant kompaniyalar mayli o'ziga qurar, millionlab sarflab, lekin kichkina kompaniyaga oyiga $500 subscriptionda o'tirib, sizni Numeoni ishlatgani выгоднeyroq bo'ladida. Chem o'zi razrabotka qilgandan ko'rasiz. Savolim mana bir nechta startaplarni qurib, yopib, kostlariga rozi bo'lib, misol uchun bundan oldin ikkita startap qildingiz, nimadir xarajat qilgansiz o'tdi, u xarajatlarni mention etib o'tmadingiz, lekin siz rozisiz o'sha u startapingda investitsiya qildik, ketdi, that's okay. Endi xuddi shunaqa narsada biz startaplarni etaplarini olsaydi, misol uchun startap qurayotganda, misol uchun business planning bo'ladi. Aytaylik, structurelari bo'ladi, business structure bo'ladi, ya'ni market research, product development, funding, financing saytlari, uni keyin launch, uni keyin adaptatsiyasi marketga, bir qancha steplari bo'ladi. Bu siz startap ko'p qilganingizdan bu narsalar o'sha sizga yod bo'lib ketganda, ana chizmasdan ham qilib ketaverasiz. Bundan keyin bu keladi, bundan keyin bu keladi, qilib ketaverasiz. Endi xuddi shu narsani trak sohasiga olsak, kelyapti O'zbekistondan, pravo olyapti, aytaylik haydayapti, 6 oy, 7 oy startap qilmoqchi, trak ochib, kompaniya qilib, lekin etaplari yo'q. Unda sizdagi background yo'q. Aniqda business market research degan narsa, marketing research degan narsa, funding degan narsa, product development degan narsa yoki adaptatsiya marketga, mana shular to'g'risida aytib bersangiz, ya'ni ochayotgan odamlar hech bo'lmasa shu narsalar nimaligini bilsin va at least mainlarini qilsin. Misol uchun market research qilsin. Bozor qanaqa hozir kirsam bo'ladimi? Trak industriyaga kreditli foizlari arzonmi, qimmatmi? Aytaylik,
sezonda kiryapmanmi yo'qmi yoki man nima produkt bilan kiraman, shopper bo'lib kiramanmi o'tga, investor bo'lib kiramanmi o'tga yoki tam tayyor kompaniyaga sherik bo'lamanmi, partnyor bo'lib. Mana shu startapni etaplari to'g'risida sal chuqurlashib aytib bersangiz, ya'ni har bitta shagida, ya'ni trak olayotgandan boshlab 10 tagacha chiqarishgacha nima yozish kerak. Hech bo'lmasa business planning deydi-ku, o'sha narsasi. Demak, siz hozir tracking to'g'risida so'rayapsiz. Bu klassik biznesda. Bu yerda startaplarga ishlaydigan qoidalar ishlamaydi ko'p. Ko'p ishlamaydi. Nima buni naturasi boshqachada. Nimaga? Masalan, aytaylik, klassik biznes qilayotganda siz masalan track olayotganingizda bu demak OPEX ham bo'lishi, ya'ni operatsion rasxod ham qilishingiz mumkin. Aytaylik, uni arendaga olyapsiz trackni, yoki CAPEX ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kapital sotib olayotgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasam bo'lib to'lashganmi yoki bitada sotib olayotgan bo'lsangizda, bu umuman boshqa anaqa struktura. Keyin bu track biznesi baholanishi boshqacha startaplarga nisbatan. Buni baholanishi klassik bizneslarni baholanish metodi bilan baholanadi. Undan tashqari, masalan, biz startap qilayotganimizda biza startapda qanaqadir uzoq muddat bu foyda olib kelmasligi mumkin. Ya'ni siz uzoq muddatga market share, ya'ni tikishga tayyorsiz. kompaniyani bahosiga ko'proq fokus qilasiz, valuation deydi. Ya'ni kompaniyani bahosini katta bo'lishiga fokus qilasiz. Sizga qisqa muddatda qanaqadir foyda revenue muhim, lekin toza foyda qiziq emas. O'ta toza foydasiga qiziq masalanda. Shunaqa tomonlari bor. Keyin startaplarda siz venture investitsiya jalb qila olasiz. Ana bu biznesga venture investitsiya jalb qilishingiz qiyin. Va investorlarni masalan kichkina nisbatan qismga bozordan pul ola olasiz. Endi ola olsangiz-da, o'tda unaqa emas. O'tda ya'ni tan bahosiga masalan trackni narxi masalan qilayotgan investitsiyasi 1 million bo'ladigan bo'lsa, tam 400 ming tiksa 40% ni oladi, deymi? Taxminan 30% ni olar balki. Shuning uchun bu yerda sal tushunchalar boshqacha va biz startaplarda qo'llayotgan narsalarimiz masalan eksperimentni ko'p qilamiz. O'tda eksperimentni qila olmaysiz. Track oldingiz, уже hammasi yaxshi. Уже mana startapda men biznes plan yoza olmayman. Qiyin. Chunki men bilmayman qatga o'zgarib ketishimiz ham. Bilmayman. Shuning uchun ikkita proyektingiz o'zgardi. O'zgardi. Bu narsa o'zgarish bilan men juda anaqaman, comfortable deydi, ya'ni men normalni qarayman. O'tdi masalan pulim ketdi, no fine. Men o'zgartirishimiz mumkin. Biza tez o'sishi mumkin bo'lgan bittasidan pulni chiqarib olasizlar. Bittasi olib ketadi, qaysidir misol uchun ikkita proyekt izgarech qildi, думаю, уже 30 ta klienti bor. Bozordagi oriqni topgunizcha siz o'zgartirib turaverasiz bu yerda. Klassik biznesda masalan track olib, to'xta, men aytaylik, men bu tam холодильник treyler anaqalarni olib qo'yib, keyin to'xta, men neft tashiyman endi deyishingiz qimmat. Men uni sotishingiz kerak, ancha pul yo'qotasiz. Bunaqa o'zgara olmaysiz. Mana shu track sohasidagi business planning aytib bering, aka-aka, misol uchun yaxshi bo'lardi, ketma-ketligini bilib olsa-da, hech bo'lmasa misol uchun aytaylik, endi men track sohasida business structure, misol uchun aytaylik, общий business structure aytaylik, mayli track sohasi emas, traditional business structure. Misol uchun aytaylik, komanda HR business structure'da bo'linadi, to'g'rimi? CEO ketdi hammasi structure. Mana shu narsalarni ko'rdim, startapda o'zingiz qilyapsiz. Ya'ni CEO ni o'zi hamma pastlarga tushyapti. O'zi HR recruiting qilyapti, o'zi finance qidiryapti, o'zi boshqa narsa qilyapti, bu narsa effektivni bo'lyapti. O'tda traditional businessda ochayotgan odamni o'zi da qilish kerak, bitta ikkita track bo'lsa, lekin misol uchun 10 ta track bilan pul tikib kirib kelayotgan bo'lsa, уже business structure qilish kerak bu. Ya'ni rekruter 10 ta trackga shopper topish kerak, finans departament uni finansировать qilish kerak, boshqa. Aytamanki, mana 10 ta track bor odam taxminan haftasiga misol uchun bitta track oyiga aytaylik, $10,000 qilsa $40,000 bittasi gross qiladi. Yaxshi bozorda, yaxshi dispetcherda 10 ta track degani bu $400,000 pul deganidir. Kichkina pul emas. Buni boshqarish, aytaylik, buncha pulni
topayotganda buncha pul orqaga ham ketishi mumkin. Ya'ni negativ orqaga minusga kirib ketishi ham mumkin 400 mingda. To'g'ri boshqarmasa, misol uchun 10 mingni o'rniga 6 ming gross qilsa, 10 ta trak yurmasa, 5 ta trak yursa, mashinalarni boshqarish uchun plan qilish kerak boshidan. Ya'ni o'zidan o'zi borib, men bugun trak driver edim, ertasi kundan trak olib, LLC ochib, bo'ldi, men bugundan kompaniyam bor deb biznes qilish to'g'rimi o'zi yo'qmi? Noto'g'ri bo'lsa nima plan qilish kerak ular? Misol uchun aytaylik, hech bo'lmasa ikkita kvartalli plani, hech bo'lmasa годовой plani, misol uchun aytaylik, ko'p ko'ramiz. Mana kecha ham ofisda Nyu-Yorkda edim, bitta bola kelyapti, aka deyapti, men trak driverman. Xo'p, qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldi CDL olganimga. Aytayotdiki, trakingiz bormi? Sotib olaman, $20,000 beraman, down payment. Owner bo'lmoqchiman, o'zimni LLC'imni 2-3 oyda chiqaman, o'zimni LLC'imni ochib, kompaniya olib chiqib ketaman o'zimga deyapti. Bu traditional biznesga ketyapti. Okey, yaxshi, plani bor. No, bu plan 2 oylik. Chiqqandan keyin nima qiladi u? Dispetcheri yo'q, ELD'si yo'q, tam struktura yo'q o'shada. O'sha fail qilishni boshlaydi. Ya'ni mana shularga, ya'ni boshlayotgan bittadan 10 tagacha bo'lgan trak kompaniyalarga qanaqadir struktura bera olasizmi? Misol uchun mana bunaqa plan qil boshlashingdan oldin. Mana shu tadbirkorlarning bir narsasi bu buni to'g'ri ham, noto'g'ri ham deb bo'lmaydi. Bias to action deydi, ya'ni действие, ya'ni amal qilishga tez harakat qiladi. Ya'ni mana ko'pincha mana kompaniya ochayotganlar, mana gaplashasiz, bilasiz, ular tavakkal, juda katta tavakkal bilan ochishadi. Keyin ko'p narsalarni o'zlarini va do'stlarini xatolarida o'rganib olishadi yo'lda. Bu ham bitta yo'l, masalan. Buni noto'g'ri deb bo'lmaydi. Agar ular hamma risklarini oldindan o'qib, kitobini o'qib chiqsa, balki bu biznesni boshlashmasdi. Boshlashmasdi bu biznesni. Chunki qo'rqinchli kitob masalan. U bo'layotgan avariyalari, anaqa yozayotgan shtraflari, anaqa qo'rqib ketishardi-da, boshlashmasdi. Shuning uchun bir tomondan tadbirkorlarni manaqa narsa deyshadi. Papalan boshlab ketgani yaxshi. Anaqa samolyotda uchayotganda sabirach qilishadi-da, ya'ni uchib olaylik, keyin uchayotganda o'z yig'ib olamiz. Buni eshitganman, akalarga ko'proq IT programmalarda ishlaydi, chunki biz ham bir ikkita TMS sistemalar qildirmoqchi bo'lganmiz. Men aytganman, davaychi buni customerga berishdan oldin polniy develop qilib olamiz. Uyalmasligi uchun bizning litsoyimiz produktni kimgadir berishdan oldin chotki qilamiz, keyin beramiz deb yurdik. 1 yil, 2 yillabda pul ishlatyapmiz, programma bitmayapti. Hech qachon idealniy bo'lmas ekanda softverda. Albatta. Uni userga bersangiz, u tezroq aytib beradi sizga. "Oke, mana buni to'g'rilang, buni to'g'rilang" deydi. 10 ta userga bersangiz, o'sha 10 ta anaqa kelyapti sizga to'g'rilashga informatsiya. Albatta, shunaqa. Trak sohasida mana shunaqa papalan boshlaganlarni katta risklarga kirganini ko'rdimda. Ayniqsa, akalarga mana xabaringiz bor, recession bo'lgan Amerikada yaqinda, o'sha hali ham ta'siri tugamagan recessionni. Shu recession to'g'risida bilaman, iqtisodiyotchi emassiz, subyektiv fikringizni bilmoqchiman. Aytaylik, boshlashdi trak kompaniya, mana siz aytdingiz, sabirach qildi uchayotganda dedi. Yo'q, men buni to'g'ri demayapman. Buni to'g'ri demayapman. Men qarang, tushunaylik. Masalan, u yo'l ham bor, bu yo'l ham bor. Men misol uchun bularni nima deydi, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deya olmayman. Deb bo'lmaydi ham bularni. Tushunyapsizmi? Chunki hozir agar noto'g'ri desangiz, masalan, ko'p bizneslar bor, ko'p tadbirkorlar juda katta risklar bilan boshlashgan, bilmasdan boshlashgan va yo'lda o'rganib, qoqilib o'rganishgan. Bunaqa juda katta milliard dollarlik kompaniyalar ko'p bunaqa. Ayniqsa Amerikada ham. Случайно paydo bo'lgan qanaqadir muammodan. Yana boshqa joyi bor, kitobini o'qib qilganlar ham bor. Shuning uchun hozir bitta qanaqadir bunaqa bo'lish kerak degan narsa menimcha to'g'ri emas. Juda kuchli anaqa e'tibor berish kerak bo'lgan ixtiyoriy odamning narsasi o'tirib bitta moliyachini olibchi moliyaviy plan qilish kerak. Masalan, startaplarda unit ekonomika deydi-da. Bitta misol uchun 10 ta trakli kompaniya qilmoqchi. Okey, bitta trakim qancha foyda olib keladi? O'zi umuman qancha gross olib keladi? Gross degani umumiy tushum olib keladi. U tushumdan meni qanaqa xarajatlarim bor? Xarajatlarnida o'tda misol uchun tushunish kerak, doimiy takrorlanuvchi xarajatlar. Masalan, ofis olishim kerakmi? Mana fixed costlar bor. Masalan, ofis olsangiz, siz u trak yuryaptimi, yurmayaptimi? U xarajatingiz bor.
bo'ldi, oldingiz. Yoki bo'lmasam buxgalter olsangiz, buxgalterning xarajati bor masalan. U fiksed bo'lishi mumkin. Uni ham OPEX'i ham bor, uni ham anaqa fiksed ham bor. Endi bir xil xarajat bor, masalan, trakka quyiladigan yoqilg'i, yo balonni xarajati, amortizatsiya xarajatlari. Bular hammasi variable, ya'ni o'zgaruvchi. Chunki sizda mashina yursa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi masalan. Ko'pchilikni shu inobatga olmaydigan narsasi mana shu unit ekonomika, ya'ni bitta trak o'z fiksed qanaqa paydo bo'ladi, fiksed bo'linadi hammasini orasida. Nechta trak bo'lsa, menda masalan anaqaga chiqaman, men foydaga chiqaman. Va uni ham o'zi o'tirib 3 ta ssenariy qilish kerak. Biz men o'ylayman, ko'pchilik juda super optimistik anaqa qiladi-da, ana buncha men hozir siz aytyapsiz, mana hozir siz aytganingiz ham menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Nimaga unaqa? Siz aytyapsiz, mana haftasiga 10 ming qilyapti, 40 ming qiladi, hozir eshitib oladi-da, kimdir mana oladi, bilaman. Instagramda bundoq qilishadi. Haftasiga oyiga 40 ming qilayotgan ekan, 10 ta bilan 400 ming qilayotgan ekan deydi. Bu narsa hammada ham emas. Masalan, men ko'raman, hozir 7 ming qilayotganlar bor. Mana 7 ming qilib, o'shanga ham xursand bo'layotganlar bor. 7 ming haftasiga qilyapti, 28. Buni katta xarajati bor. Bu bo'ylik 400 mingni shunchaki hisob bo'lmaydi. U yerda hali birsi ham foyda bo'lmasligi mumkin. Chunki u yerda misol uchun risklari bor, insurance bor, ko'p narsalar borki, ya'ni hisobga olinmagan. Shuning uchun tushunish kerak, birinchi hamma xarajatlarni yozib chiqish kerak. Keyin risklarni yozish kerak. Nimaga uzoqroq muddatli plan qilish kerak? Chunki bir xil xarajatlar har yili takrorlanadi. Yilda bir marta. Siz kichkina 6 oyga ko'rsangiz, ani yilda takrorlanadiganini ko'rmasangiz, bu ham muammo. Keyin ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Masalan, endi men gaplashganda olgan bilimlarimda bu narsa men trak yurg'izmaganman, yana aytaman. O'z graniylarni olibsiz o'zi. Masalan, amortizatsiyani hisoblashmaydi. Mana misol uchun mashina oldim, mashina o'zimga qoladi deyshadi. Yo'q, misol uchun 200 ming dollarga olgan mashina 5 yildan keyin 200 ming turmaydi o'zi. 20 ming. Ya'ni sen 180 mingni anaqa depreciation bo'lib yo'q ketdi, havoga uchib ketdi narxi. Demak, buni sen rasxod deb olishing kerak. Har oyga tushirishing kerak masalan amortizatsiyani. Yo'q, bunaqa qarashmaydi-da, xuddi shunaqa narsa turgandek. Mana bunaqa logikali eshitganman, Akmal aka. Finance olgan trakimdan ko'proq foyda qilaman degan narsada. Ya'ni finance 5 yilga olyapti, paymentda arzon chiqyapti haftasiga. Arzon chiqqanini hisobiga depreciationni foyda qilib o'ziga ko'rsatyapti-da. Finance olgan trakimdan ko'proq foyda qilaman deb, to'g'ri o'sha tarafga bosishyapti-da. Bu o'sha to'g'ri aytganingizdek, moliyaviy bilim yetishmasligi moliyani xachabi moliyasi chastini plan qilmasdan kirishganida. To'g'ri, hech qaysi biznesni misol uchun idealni qilib, hamma yog'ini 100% o'rganib, unda kirish kostingiz ham qimmat bo'lib ketadi biznesga-da. Bular arzon kiryapti, no keyin yo'l davomida yo'qotishyapti katta summalarni. Xo'p, aytaylik, amallab ochishdi, 10 tani successful yurg'izishyapti. Misol uchun sizni startapingizdan olsaydik, Akmal aka, mana Nomeo 30 ta klientdan oshuvga уже обработка qilyapsizlar, gaplashyapsizlar. Xo'p, biz ham 10 ta trakka yetdik. Amallab ochdik, finansini kontrol qildik, HR-ni, human resource-ni, boshqasini. Endi 30 tadan x10 qilishga siz nima plan qilyapsiz startapda? Qanaqa qilib qilmoqchisiz? Traditional biznesda nima maslahat berasiz? Mana qarang, yana farqi katta dedimi? Startaplar bilan klassik biznesda. Eng asosiy farqi nima deb bilasizmi? Texnologik startaplarni men masalan masshtabirovать qilishimga, masalan, 10 ta klientim bor bilan 1000 ta klientim bor edi, mana operatsion xarajatlarim uncha oshmaydi, kichkina oshadi. Serverga to'layotgan pulim masalan 500 dollardan masalan 5000 dollarga chiqaradi-da, kelayotgan revenue qismi masalan 10 ming dollardan masalan 5 million dollarga chiqishi mumkin. Tushunasiz? То есть, ya'ni anaqa katta bo'lmaydi. Klassik biznesda siz uni hamma rasxodingiz oshib boradi. Siz rosa ko'p odam olishingiz kerak, sizni yana liability, ya'ni anaqalaringiz oshib boradi. То есть, ko'sti ko'tarilib ketadi. Asosiy farqi nimaga venture investorlar mana texnologik biznesga mana qiziq tomoni nimadaki, bu yerda kostlaringiz nisbatan foydangizga nisbatan sekinroq o'sadi. Shu anaqasi bor, farq bor. Shuning uchun bu bir. Ikkinchidan masalan 10 ta trakdan masalan siz masalan 1000 ta trakka scale qilaman, katta bo'laman desangiz, bu narsani 3 kunda bir haftada qila olmaysiz. Buni siz 1 yil qilasiz kamida. Chunki odam olishingiz, eng tez qilsangiz ham masalan juda katta oylik bersangiz ham bozordan 1 oy yig'asiz. Misol uchun startap hozirgi kunda masalan 10 ta foydalanuvchidan 1000 ta foydalanuvchiga bir
soatda. Ya'ni 10 minutda ham chiqishi mumkin masalanda. Ya'ni Amazon serverlarini masalan katta qiladi, Google anaqalarini katta qiladi, modellarini ishlatish katta qiladi, tez katta scale qilsa bo'ladi. Yana kamaysa yana kichraytirib oladi. O'ttiga customerlarga ham respons qiladigan demak AI bo'ladida. Siz o'zingiz AI based product qotganingizdan keyin customerlarga respons qiladiganni ham human resource orqasida backupda customer service'da odam o'tirmaydi, to'g'rimi? Hozir texnologiyalar ko'p. Misol uchun menga kerak bo'lsa, menda shuni oling ishlating, mana AI customer supportlar bor-da, ishlating. Yo'q, menga kerak emas hozir. Bizda ham Instagramda juda ham ko'p chiqyapti. Kecha yig'ilganimizda ham aytdingiz, AI assistantlar, ya'ni human workforce sizga sotadi. Nima kerak san? Call center kerakmi? Mana xohlasang 10 mingta bir kunda call centerga javob beradigan operatorlar. Recession to'g'risida gaplashsak, akalarga. Iqtisodiy mana shu tushishlar yaxshi. Nimaga yaxshi? Noeffektiv bizneslarni, yo'q kuchsiz bizneslarni chiqarib tashlaydi. Tozalab tashlaydi. Shunaqa deb o'yladik. Va bundan masalan o'sha chiqib ketgan bizneslar birinchidan bu yaxshi case yaratadi. Qolgan bizneslarga masalan, deydi, mana biznes qoldi, o'rganish, solishtirishga. Chunki yaxshi bozorida ko'pchilik ishlashni bilmagan odam ham ishlayveradi-da. Ekadi, daraxt bo'lib chiqadi. Chiqib ketaveradi. Mana masalan siz cho'lda agar yaxshi daraxt o'stirishni o'rgansangiz, siz yaxshi suvni oldida daraxt ekishingiz oson bo'ladi-da. Ya'ni tushunasiz, siz eng qiyin uslovlarda ishlashni o'rgansangiz. Demak, bunda tadbirkorlar kuchayadi. Ya'ni qanchalik pastda ishlashni o'rgansa, shunchalik o'tda kuchayadi. Yomon tarafi akmallarga kuchaytirmadi traktorlarni. Tushunasizmi? Bu men nima anaqa ko'raman. Bitta narsa qarang fikr. Bozor bo'sh turmaydi. Traktorlarni kuchaytirmagan bo'lsa, kimdir baribir keldi o'rniga. U boshqa davlatdagi odamlardir, misol uchun siz ko'rmayotgan odamlardir masalan. Lekin bozor yaxshi joy bo'sh turmaydi hech qachon. Shuning uchun ular kuchliroq. Agar ular kelib bizanikilar chiqib ketgan bo'lsa. Yo'q, aytmoqchiman, bizanikilar qoldi. O'sha qarzni ham yopishyapti-da. Yana men o'sha paytda ошибка qilgan odamlarni buxgalteriyasini qilganman-da. Bu payt ham hozir yana yordam so'rashyapti-da. Aytilgan narsalarni men o'zim ham 2 yil oldin Alisher aka bilan gaplashganda, Isayev bilan o'sha recession paytida biz ham cash flowda bir haftasiga $50,000 ga qiynalayotganimizda minusga ketyapti orqaga qarab traklar. Nima qilaylik aka, maslahat bering, как sotuv bo'limi, moliyachi anaqa sifatida desa, lease traklarga o'tkazib yubor, liabilityni kamaytirib o'zingdan dedilar-da. O'sha narsani biz 3 oydan keyin tatbiq qildik. 3 oy yaxshigina minusga kirdik, lekin bozordan chiqib ketdi shu narsa. Ya'ni bitta moliyachi oldik, yaxshi, boshqa o'zimiz ustida ishladik, bozorda ushab qoldik. Naborot biz o'sha bozorda o'sdik. Kostlarimizni effektiv qildik, o'sha bozorga moslashdik. Ya'ni yana bitta bizda recession kelib qolsa, ekonomika yana pastga downgrade bo'lsa, biz bilamiz o'sha kostda survive qila olamiz. Ya'ni hozir 200 taga yaqin mashinamiz bo'lsa, o'sha kostlar recession kelsa, 1.8 ga tushsa, bozor yana yuklar kamaysa, $6,000 grossga tushsa, ushab tura olamiz bozorda. Haligacha ham shu narsadan o'rganishmayapti-da. Kirib kelishyapti bozorga, interest rate 17% dan olishyapti bankdan. O'rgatmadi ularni bozorda, yaxshilab savalamadi-da. Yana o'sha ошибканы qilishyapti. Yana trakka paymentni aytaylik oyiga $2,000 dan o'sha paytda ko'tardi. Ya'ni $2,000 trak paymentingiz bo'lsa, yashadingiz bozorda-da. Ya'ni kostlar trakka nisbatan olganda. Hozir yana $4,000-5,000 dan trak olishyapti oyiga-da. U aytmoqchiman, tarbiyalanmadi. Yo'q, hamma har xil o'rganadi. Kimdirlarni shu o'rganish narxi arzonroq bo'ladi, kimdirlarni qimmat bo'ladi. Balki hali o'rganib bo'lishmagandir-da. Ya'ni maktab har xil sinfda o'qishingiz mumkin, o'shaning uchun uzoq vaqt kerak bo'lishi mumkin, yoki ko'proq o'sha shunaqa vaqt kerak. Biznesni mana shunaqa ekonomika qiynalganda adaptatsiyasini aytib bering, Akmal aka. Mana sizlar ham MyTaxida anaqa kirib keldi, Yandex. Sizlar adaptatsiya qildinglar, ancha o'zgarishlar, misol uchun, chunki juda ham katta Yandex budjeti va market capi bilan sizlarnikini solishtirganda, как sizlarga recessionda tuyuldi-da u, ya'ni bozorga bittada kirib kelib, narxlarni sindirishi, ularga misol uchun ularni ishlatayotgan budjeti, marketingga ishlatayotgan budjeti bilan sizlarniki significant farq qilishi, adaptatsiya, ya'ni biznes adaptatsiyasi yangi katta gigantlar kirib kelganda.
Manimcha siz tushunishingiz kerak, katta kompaniyalarni baribir ixtiyoriy kompaniyani o'zini bir qayerdadir kuchli tomoni bo'ladi, qaysidir tomonga baribir yetarlicha e'tibor bera olmaydi. Va o'sha joyda mana bizada ko'rgan narsamiz, biza korporativ segmentda qarasak yaxshi marja bor, lekin Yandex uncha e'tibor bermayapti. Keyin biz aytdikki, shu yerga fokus qilamiz faqat. Chunki biza hozir narxda anaqa kompyuter qilamiz. konkurensiya qilish qiyin va biza o'sha korporativ segmentga ketishni boshladik. Korporativ segmentda ancha o'stirdik. Biz misol uchun o'sha Yandex kelganga nisbatan 30-35 barobar o'stirdik. Misol uchun juda kichkina edi, ancha katta bo'lib ketdi korporativ. Demak, bu gapingizdan kelib chiqib, biz ham misol uchun mana hozir Track kompaniyamizni Jibihandni oldida aytaylik 200 ta Track hech nima emas bizaniki. Ularni ham pay attention, ya'ni e'tibor qaratmayotgan tarafini topib bemalol yashab ketsa bo'ladi marketda, чтобы ular aytaylik attentionini misol uchun konteyner yuklarga qaratayotgan bo'lsa, biza boshqa холодильник yuklarga qaratishimiz mumkin, ya'ni refer qilishi boshqa. Shunaqa ma'noda tushunsak bo'ladimi? Trackka o'girsa agar. Juda muhim, masalan, bitta sodda retsept yo'q-da bu yerda. Bir qancha faktorlardan, juda ko'p anaqalardan iboratda. Misol uchun biz har doim odamlar soddalashtirishga harakat qilamizda hodisalarni, lekin masalan siz Jibihandni masalan yutug'i o'tda Track yoki bo'lmasam konteynerga fokus qilayotgani boshqalar bo'lmasligi mumkin. Masalan, uni egalarini katta shipperlar bilan отношениясida bo'lishi mumkin. Masalan, tushunasiz? Ya'ni relationlar shunaqa qurilganki, ular buzilishi qiyin juda. Ular birga masalan oilaviy anaqa bo'lib ketgan bog'liq bo'lishi mumkin masalan. Bu bitta anaqalardan bittasi. Ikkinchidan boshqa faktorlardan bittasi bo'lishi mumkin. Masalan, ularni resurslarga arzon resurslar olishi, masalan, o'zini masalan banklardan arzon kreditlar olishi mumkin yoki bo'lmasam o'zini o'zi moliyalashtirish ham mumkin, оборот kattaligi. Da, shunaqa faktorlari bor. Masalan, bu narsani siz ekonomika masshtabi deydi, ya'ni katta scale, ya'ni masshtabga ega bo'lganingizda sizni ekonomiya qilish imkoniyatlaringiz oshadi masalan. Masalan, siz 10 ta 15 ta mashinali kompaniyaga analitik ola olmaysiz. Masalan, analitik juda qisqa bo'ladi. Masalan, hatto moliyachi ola olmaysiz. Sizda 1000 ta bo'lsa, siz moliyachi ola olasiz, analitik ola olasiz, narxlar, kostlaringizni hammasini analiz qiladigan anaqa har bitta narsada masalan negotiate qiladigan alohida odam ola olasiz. Zapchastlaringizni oldindan o'ylab olib qo'ya olasiz arzonroq vaqtda masalanda, o'sha joyda kerak olmasdan. Buning natijasida siz masalan o'sha yerda o'zida bir 5-6% yana ko'proq marja qilishingiz mumkin. Siz dispetcherga oylik to'layotganingizda fiksirованно to'lamaysiz, uni olayotgan misol uchun grossiga ham qo'shib to'laysiz masalan. Yoki bo'lmasam mashinaga dizel olayotganingizda fiksirованно aytmaysiz, zapravkaga men davay masalan aytaylik $100,000 to'layman, menga kerakligicha bergin demaysiz-ku misol uchun. Siz bu anaqaga to'laysiz, ishlayotganingizga. Kalkulyatsiyasini ham o'zingizlar avtomatik tarzda berasiz. Avtomat beramiz. Bu biznesga qiziq bo'lmasa to'lamaydi masalan. Doimchi ana bozor shunaqa narsaki, biz agar qiymat bermasak, masalan, to'lamaydi, olmaydi. Qiymat bersa, oladi masalan. Nima bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham. To'g'ri. Ana miyasi to'g'rilab oladi o'zi. Qiyin bo'lsa ham o'tirib so'rab o'tiradi. Bitta odam olib qo'yadi o'shanga kerak bo'lsa. To'g'ri. Agar foydaliroq bo'lsa, o'sha odamdan arzonroq tushsa. To'g'ri. Xo'p, aka, hozirgi zamonda eng topda turgan mavzular AI, ya'ni sun'iy intellekt. Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Oldinlari misol uchun biz fact check qilardik Google bilan. Ya'ni kimdir nimadir desa, Google ga kirardik, tekshirardik, to'g'rimi, yo'qmi, daniylar chiqib kelardi. Hozir misol uchun kimdirdan video message kelsa, biz qo'rqamiz, u AI generated bo'lishi mumkin. Uni nima bilan tekshiramiz va shu AI'ni kontrol qiladigan kompaniyalar bormi? AQShdami yoki boshqa davlatlardami? Ularni kim boshqaryapti? Yana qo'shimchasiga biz gaplashsak bo'ladi. Aytib bersangiz juda ham qiziq bo'lardi. AGI, ya'ni men eshitdim, AGI bu like a human performance. Ya'ni o'zini tan ola oladi, xulosa qila oladi, xulosani boshqa narsaga o'zgartira oladi. Boya gaplashganimizda misol uchun aytaylik, biz
juda ham ko'p o'zbek kompaniyalari logbooklarni edit qiladida. AI kelib turib, bu narsa AI dispatch kelsa, misol uchun, driverga yuk bermasligi mumkin avtomatik. Yo'q deydi, bu уже yuradigan vaqtini olib bo'ldi. Boshqa yuk yana assign qilsa ham bunga mumkin emas deb. Shunaqa foydalari, zararlari, keyin bu narsani kim kontrol qiladi? Qanaqa organizatsiyalar bor? Eshitishim bo'yicha men OpenAI degan non-profitable organization eshitganman, что AI ChatGPTni o'sha boshlanishlarini qanaqadir kontrol qiladigan strukturalar. Shular to'g'risida bilimlaringizni ulashsangiz. Bu hozir juda anaqa nima ko'p muhokama qilinayotgan menimcha mavzu. AIni qanaqa kontrol qilishni bilishmayapti. Bu qiyin. Bu qiyin, juda qiyin va ikkita guruh bor. Bitta guruh aytyapti, AIni mana masalan uchun kompaniyalarda ichidan ko'rganlar, hozir qanaqa o'sayotganini tez ko'rayotganlar. AGI Artificial General Intelligence bu xuddi odamga o'xshab fikrlay oladigan AI o'zligini anglay oladigan masalan, nima boshqacha. O'zini anglash degani bu faqat odamning future-ida bor-da bu narsa. Qo'rqinchli-da. Da. Shu narsaga kelish birinchi prognoz 2060 edi, keyin 2040 deyishdi, keyin 2030 deyishdi. Hozir bir qancha shu sohani eng oldi vakillari, mana katta AI kompaniyalarining egalari ham 25-yilda mash keladi deyishyapti. Mash yili. AGI mash yili keladi deyishyapti. Shunaqangi prognozlar yaqinlashib kelyapti. Biz endi Amerikada bo'layotganimizga akmallarga ko'ryapmiz, AI qanaqa ta'sir qilayotganini bizneslarimizga, oddiy daily shoppinglarda qanaqa ta'sir qilayotganini ko'ryapmiz. Telefonlarda mana yangi Apple Intelligence'lar chiqyapti, boshqa 16larda, 15larda. Bu narsa nima qo'rqinchli taraf bor. Nima degani general AI feels like a human degani nima? Qanaqa qo'rqinchli tarafi bor bizga? Endi bilmayman, kimgadir qo'rqinchlidir, kimgadir qo'rqinchli emasdir, kimgadir bu evolyutsiyani o'sha davomi, evolyutsiya hisoblansa, AGI mana AI qanaqa o'rganyapti? AI odamlar yaratgan kontentdan o'rganyapti. Qilgan ma'lumot. Twitterga kirib Twitter o'qiyapti, forumlarga kirib forumlarda o'qiyapti. Odamlarni so'kishini, agressiyasini o'rganyapti. Odamlar masalan rassist, ya'ni masalan ajratadi etnistika anaqasi bo'yicha uni o'rganyapti. Odamlar vahshiy odamlar ko'p, ularni o'rganyapti-da. Tasavvur qiling, hamma odamlarni shu yozayotgan yoki bo'lmasam yaratayotgan videolar YouTube'ga kirib hamma kadrlarni ko'ryapti. Kitoblarni bibliotekalarda o'qib chiqyapti hammasini-da. Tushunyapti odamlar nima gapirayotganini, nima yozayotganini, odamlarni hissiyotlarini, yozilganini yoki bo'lmasam videoga olinganini tushunishni boshlayapti-da. Va bizning jamiyatda bor nuqsonlar u tizimlarda ham bor. Ya'ni ular ham tahlil qilyapti-da. Misol uchun shu narsalarni tushunyapti, nima bor, nima yo'q. Va masalan mana bu bir qancha odamlar takrorlayotgan anaqa fikr, kuchli intellekt mana o'zidan kuchsiz intellektga bo'ysunmaydi. Masalan, biza intellekt sifatida sherlardan aytaylik kuchlimiz. Shuning uchun biza sherni bizdan kuchi ko'p bo'lsa ham, intellektdan pastroq bo'lgani uchun biz ularni kontrol qilib zooparklarda ushlab turibmiz, masalan, qanaqadir joylarda ushlab turibmiz, masalanda. Agar yonma-yon qo'yib qo'ysangiz, siz yeb qo'yadi, masalanda. Kuchi ko'p juda. Fil kuchli masalan bizdan yoki boshqa anaqalar kuchli. Ya'ni biza odamzod hozirgi kunda intellektual jihatdan kuchli bo'lganimiz uchun biza shu jamiyatda hozir yutgan bir jonzot sifatida qirollik qilyapmiz. Endi bizdan kuchli intellekt kelsa, u bizani komandalarga bo'ysunmasligi mumkin degan katta xavf bor. AGI bu bizga yetgandan keyin hozir buni bunday progressiya qilish tezligi shunaqa balandki, bizga yetgandan keyin 1 sekundda Einsteinning уровениga, mana oddiy tug'ilgan bolaning уровениga yetsa, 1 sekundda Einsteinning уровениga yetadi. Keyingi sekundda Einsteindan 10 marta aqlli, 100 marta aqlli, shunaqa tez progress qiladi-da.
Bu hamma datalarni biza mana hozir aytaylik, so'radim Akmal aka, ya'ni organizatsiyalar bormi bu datalarni tiqadigan? Bu datalarni to'g'ri tiqish, noto'g'ri tiqishni kim kontrol qiladi? Ya'ni bitta intervyungizda aytdingiz, etnik, misol uchun aytaylik, Amerika Rossiyani yomon ko'radi, Rossiyani, Rossiya Amerikani yomon ko'radi, и так далее, politika. No, o'tga tiqilayotgan ma'lumotlar qanchalik to'g'riligini kim kafolatlaydi? Hozirgi holat shunaqaki, mana shu katta kompaniyalarning orasida konkurensiya kuchlida, ChatGPT, Anthropic modellari, Cloud, keyin DeepSeek olamizami, Mistral olamizami, Grok, mana Elon Musk kompaniyasi, AI kompaniyasi. Konkurensiya kuchli bo'lgandan bular olayotgan ma'lumotini ajratmayapti. Hamma ma'lumotni, nima ma'lumotga do'stlik bo'lsa, hammasini yutib olyapti hozir. Bular qilayotgan narsalar, mana ChatGPTda bor yoki Cloudda bor narsalar, berayotgan narsani, masalan, ichida o'ylayotgani, masalan, manba rassi kuchsiz deb o'ylayapti, lekin uni gapirmayapti. Ya'ni filtr oldida turibdi, senzura qo'yapti. Tushunyapsiz, ichida o'ylashi boshqa, gapirishi boshqa. Masalan, ChatGPT nima o'ylasa, o'shani gapirmaydi sizga. Filtrlab gapiradi. Masalan, men bu odam yaxshimi, yomonmi deb so'rasangiz, men bu narsani ayta olmayman deydi masalan. Bu narsani oldida turibdi. U biladi, yomon ichida yomon deyapti yoki yaxshi deyapti, lekin bu yoqda turibdi, tushunyapsiz, filtr. Buni ertaga kontrol qila olmaydi deyapsiz. Misol uchun Einstein darajasiga yetsa, aytaylik AGI darajasiga yetsa, feels like human bo'lsa, o'zi decision qilib, o'zi analitika qila olsa, bu narsani aytaylik intelligent, bizadan aqlli bo'lsa, biz to'xtata olmasak uni. Keyin yana bitta narsa bor. Hozir nimaga AI yana anaqa qiziq xavf borligi, biza hozir odamlar dunyoda bor ma'lumotlar bor, masalan, predmetlar, toshga tegyapti, o'rganyapti mikroskopda, daraxtni ko'ryapti. AI o'zi dunyolarni sintezировать qilishi mumkin. O'zi masalan, mana aytaylik, daraxtga masalan atrofimizda fizikasi bor, mana bizning yer tortish kuchi bilan biz mana shu stulda o'tiribmiz va biz qanaqadir bosim bilan masalan stulni yoki bo'lmasam oyog'imizni his qilyapmiz, kiyimlarimizni his qilyapmiz, chunki yer tortish kuchi bor masalan. Keyin fizikasi bor, masalan, o'sha biologik moddalarning fizikasi bor, o'sha ximiya bor, har bir qoidalar ishlagani uchun har xil jismlar har xil reaksiya qiladi. Masalan, qo'limga suv tushsa, masalan, suv tushgan tomchi sakir anaqa sochiladi yoki bo'lmasam dinamika bor qoidalari. Ya'ni bu hamma qoidalarni bilgan holatda AI o'zi dunyoni simulyatsiya qila oladi-da. U simulyatsiyada o'rgana oladi, eksperimentlar qila oladi. Unga odamlar yoki bo'lmasam jonzotlar yoki bo'lmasam mana biologik anaqalar kerak emas. O'zi shu dunyoni yaratib ola oladi kopiyasini-da. Unda to'xtamay eksperimentlar qila oladi-da. Unda o'rgana oladi. Masalan, shu o'sib turgan bitta katta daraxtni nima modda teg'izsa, bundan masalan toshga aylantirish mumkin masalan yoki nimadirga aylantirish mumkin. Shu narsa eksperimentlarni o'zini virtual, o'zining ichidagi modellarda yaratadi, dunyosida yaratib oladi. Va buni faqat bitta dunyoni emas, ko'p dunyolarni yarata oladi variantini. Ya'ni hodisalarning variantlarini yarata oladi masalan. Hodisalarni masalan eksperimentlarni tezlashtira oladi. Masalan, kimik reaksiya qilayotgan bo'lsangiz, reaksiya vaqt talab qilsa, u reaksiyani vaqtini tezlashtira oladi. Vaqtda yura oladi. O'zining ichida. Siz buni ko'rmaysiz. Wow. Bu narsalar do'li sekundlarda bo'ladi. Tez bo'ladi. Mana endi bu narsani skorosti sizda o'sha processing anaqa power, ya'ni protsessorlaringizni mощностidan boradi. Hozir shunaqangi ko'p mana shu AI konkurensiya bo'lgandan keyin juda ko'p investitsiya qilinyapti protsessorlarga. Ya'ni bularda juda katta anaqa nima edi, imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Bu mana Akmal aka, bularga ishlashi uchun video kartalar kerak, to'g'rimi? Video kartalarni qanaqadir kompaniyalar, ya'ni Nvidia yana shunga o'xshagan kompaniyalar manufacture qiladi. Bu kompaniyalarga bosim qanchalik darajada? Ya'ni aytmoqchimanki, dunyoni shunaqa zavodi bor odamlar, shunaqa zavodiga aksesi bor odamlar уже kontrol qila oladigan bo'lib qoladi-da, to AGI kelguncha. Ya'ni ular protsessorni misol uchun razresheniyasi, protsessorni misol uchun qancha kolичествоda chiqarishi, misol uchun Vyetnamga o'sha urushlar, boshqa narsalar,
ularni ta'sirida bo'lib qolar ekanmiz-da, biz misol uchun bizani bir 3 ta generation, keyingi generationlar qanaqadir milliarderlarni, magnatlarni ular ta'sirida katta bo'lar ekanda. Shunaqa kelib chiqyaptimi? Misol uchun aytaylik, OpenAI platformasining основателlaridan biri Elon Musk edi boshida, pul tikkan edi, keyin menimcha chiqib ketgan. Hozirgi kunda menimcha u OpenAIda qilmaydi, chislitsa qilmaydi. O'zini alohida platformasini qilyapti, что OpenAI ideyasi shunaqa bo'lganki, birinchi paydo bo'layotganda ular non-profit bo'lgan. Hozir Sam Altman bilan Elon Muskga konflikti nimadan iboratki, Elon Musk aytgan, men non-profit bo'lsa bu, ya'ni foyda keltirmaydigan tashkilot. OpenAI missiyasi AI'ni yomonlardan, devils deydi, anaqa Google'ga o'xshagan foyda uchun mo'ljallangan korporatsiyalardan himoya qilish edi. ular o'zini maqsadida yomon narsalarga ishlatish maqsadi, missiyasi biza shunaqangi kuchli AI qilamizki, bizdan kuchli AI bo'lmaydi va biza masalan Google foyda uchun devil AI qiladi. Devil AI degani ya'ni shaytoniy maqsadlarga ishlatish mumkin bo'lgan AI qilayotganda, bizani AI'imiz unga bir kontrataka bo'lib, kontrataka yoki bo'lmasam bosib turadigan anaqa bo'ladi degan anaqa edi. Biz buni non profit qilamiz. Lekin investorlarni o'tda ta'siri bilan, chunki katta pulda o'tda o'sha bu o'zgarib ketdi va Elon Musk shundan norozi bo'ldi. Aytdiki, biz yaratganimizda masalan buni non profit qilmoqchi edik. Nega Sam Altman sen buni o'zgartirmoqchisan? Haligacha bu narsa protsessda, chunki tashkil bo'lgan non profit hozir menimcha sudlashuv yo'q, sudlik kelasi. Yaqinda o'sha menimcha bo'ldi, nima deydi? Auksion bo'ldi, 94 milliard, почти 95 milliard beraman dedi. Elon Musk sotib olishga OpenAI. U yoqdan kontr keldi, что 9 milliardga balkim X sotib olarman dedi. Ya'ni bu narsalar nima ko'rsatyapti? Men birinchi marta juda ham hayron bo'ldim. Akmalaki oldin yerlarga urushganda, ya'ni odamlar borib konkretni menga mana bu yer kerak deb oldingi qadimgi zamonlarda land uchun urushgan. Hozir data uchun urush ketyapti. Misol uchun Elon Musk boryapti-da, X Twitterni sotyapti, bir kunda kerak emas menga deyapti. Logotipini ham butun dunyo tanisa ham, aytaylik, useri juda ham ko'p. Men free speech qilaman deb data sotib oldi o'tganda, yakobi. Misol meni tushunishim bo'yicha o'tda hech qanaqa brend sotib olmadi u, hech qanaqa user sotib olmadi u, u data sotib oldi. O'tdagi userlarni informatsiyasini sotib oldi, nechidir milliardlarga. Aytmoqchiman, bizda уже mana bu privacy degan narsa nol bo'lib qolar ekanda, chunki juda ham katta kompaniyalar ochuv data uchun milliardlab pul tikyapti. Aniq bilamiz, что bizani ma'lumotimiz, bizani laykimiz, dislaykimiz, qayerga boramiz, lokatsiya sherimiz, opinionimiz ular analitika qilyapti и analitika orqali bizga xohlagan narsasini qildira oladi. Xohlagan, misol uchun aytaylik, siz Teslada yurasiz, Teslaga misol uchun qanaqadir supercharger advice qilishi mumkin, to'xtamasdan sizga, yoki boshqa narsalarda. Bizani misol uchun bolalarimizda qanchalik ularning ta'sirida katta bo'ladi, что zero privacy da. Hamma ma'lumotingiz bor, ya'ni social mediasiz yasha olmaydi, aniq. Qaysidir portalda o'zini ishini olib boradi, lekin privacy yo'q. Baribirga ham mana Apple'da biz bilamiz, o'zingiz qaysidir intervyuda aytdingiz, akamlarga nimadir to'g'risida gaplashsa, уже сразу social media chiqib keladi. Bu выше уровеньda. Bilmayman, hali men unaqa marketolog topa olmadim, что mana shunaqa darajada produktimizni kimdir gaplashsa, social mediasida chiqarib beradiyanda. И o'tda misol uchun aytaylik, Apple'da biz sign qilayotganimizda juda ham malinki sifralarda o 100-chi pejida aytib qo'yadi, sani ma'lumotlaring manba korporatsiyalarga share bo'ladi deydi va u korporatsiyalar sizni marketing orqali sotuvini oshiradi, million pul to'labdi. Demak, privacy yo'q bo'lar ekanda, kelajakda men hech qanaqa misol uchun telefonimdagi ma'lumotim meni shaxsiy ma'lumotim deya olmas ekanman deb misol uchun. Menimcha hozir ham yo'q. Hozir ham yo'q, borgan sari chunki katta pul bu korporatsiyalarda Apple masalan bundan mana Metaga sotadi, keyin boshqa Google'ga sotadi, juda katta pul qilishadi. Shuning uchun bunaqa katta pul bor joyda o'zingiz qo'l qo'yib ruxsat bergansiz. Masalan, Apple telefonni ishlatmay, siz
hozir masalan juda- privacy xohlasangiz o'rmon kirib ketishingiz kerak, lekin o'rmonda ham privacy bo'lmayapti hozir. Chunki Satellite bor, ha. sputniklardan sizni ko'rib turishibdi masalan. Yaqinda ko'rdim, share qildi, что anaqa Starlink testoviy qilib ko'rdingiz. Starlink ham уже dunyoda juda ham katta mapini ko'rsa, juda ham katta davlatlarda, deyarli bir 85-90% davlatlarda o'zini anaqasi bor, signali borda, ura oladi internetda bemalol. Suhbat uchun rahmat aka. 4000 kilometrdan, 4000 mayldan uchib kelganimizga stoyishi, ya'ni arziydigan suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bizani ko'rayotgan odamlarga ham foydali bo'ladi. Ayniqsa shu texnologiyada startaplar qilayotganlarga va shu trak sohasida yangi boshlayotgan odamlarga va o'zini trak sohasidagi optimizatsiya, ba'zi bir bo'limlarini optimizatsiya qilayotgan biznesmenlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Suhbat uchun rahmat aka. Nyu-Yorkda kutib qolamiz sizni. Rahmat. Bir boring bizga taraflarga ham. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik.